Ramazon oyi menyularingiz ichiga mana shu retseptni ham qo'shib qo'ying. Iliqdan issiqroq suvni olasiz, idishga quyasiz, ketidan bir dona tuxumni chaqib, tabga ko'ra tuz, droji hamda 2 osh qoshiq sariyog'ni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olasiz. Iloji bo'lsa qo'shningiznikida 1 osh qoshiq shakar topilsa, shakardan ham qo'shib yuboring. Ustidan elangan unni solasiz, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib 2-3 soatga tindirishga olib qo'yasiz. 3 soatda ko'pib, tog'oramizdan oshib, xuddi bo'birsog'dek qochib ketmoqchi bo'lgan xamirlarimizni olib 4 qismga bo'lib olamiz. Hammasini teng yumaloq shaklga keltirib, tagiga ozroq yog' quyib, qo'limiz yordamida yupqa qilib, bir tekisda qilib yoyib olamiz. Ichidagi nachinkasi uchun go'sht, piyoz, xohishga ko'ra tuz hamda ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtirib, xamirimiz chetiga bir tekisda qilib yoyib solamizda, xamirlarimizni chiroyli qilib o'rab, chetlarini bir-biriga o'tkazdirib, buklab qo'yamiz. Kulcha nonlarimizni duxovkamiz listiga qo'yib, yuz qismiga bir dona tuxum sarig'iga sut aralashtirib surtib, xohishga ko'ra kunjut yoki sedanadan sepib, oldindan qizdirilgan 200 to'kpas bo'lsa 220 gradusli duxovkamizga yuzlari qizarib pishguncha jo'natib yuboramiz. Butun uyni hidi tutgan, sizni esa ishtahangizni qitiqlaydigan yumshoqqina go'shtli nonimiz ham tayyor bo'ldi. Xohlasangiz saharlik uchun, xohlasangiz iftorlik uchun ham tayyorlasangiz bo'ladi. Sizga va oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Ana endi baho beringlarchi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.